$31,000 CIP O'zbekiston Hyundai Granger avtomobilimiz sotuvda bor akalar. 2025 model. Ideal holatdagi avtomobil. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Oldi ko'rinishlari 2025 model. Faralarda, o'zina oldi qismlarida o'zgarish bo'lgan. Xo'p, 19 diskalar. Xo'p, bu avtomobilimiz 2.5 benzin motor. Odatda bu avtomobillar 4 ta modelda ishlab chiqariladi. 1.6 gibrid varianti bor, 2.5 va 3.5 benzin varianti va 3.5 motor propan varianti ham bor. Bu hozir 2.5 motor benzin varianti avtomobil. Ideal holatdagi, kraska yoki avariya bo'lgan holatlari yo'q. Yangi avtomobil. Probeglari ham oz. Yon qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Dizaynda ozgina o'zgarishlar bo'lgan 2025 modelda. Xo'p, ichki salonlarni ham ko'rsatib o'taman. Bu avtomobilimiz 190 bitta ot kuchiga ega. Yon qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Qora rangda, toza charm ko'rishingiz mumkin. Odatda bu yoz qismlarida ham, yoz paytida ham terlatib yormaydi, chunki buni ventilyatsiya tizimlari bor. Toza charm bo'lgani uchun sidinlarimiz isiydi, soviydi. Ichki salonlarni ham bir baho beringlar o'zinglar. Orqa salonlar ham juda keng avtomobil. Xo'p, bu avtomobilimiz qayta displeylarni ko'rishingiz mumkin. Juda boshqacha dizaynda ishlab chiqarilgan. 360 kameralarimiz bor. Xo'p, full panorama tom. Bu avtomobilimiz 5 ta rejimda ishlaydi. Eco, Comfort, Sport, Smart va Custom rejimlarda ishlaydi. Xo'p, start stoplar yonda. Barcha funksiyalari bor. Qo'shimcha pastda monitorlari, yon baklari. O'ta ideal holatdagi avtomobil. Start stoplari. Atiga bu 2200 km masofani bosib o'tgan avtomobil. Kimga shunaqa avtomobillar kerak bo'lsa, ichki dizaynni ham ko'ringlar. Bemalol bizga aloqaga chiqaverasizlar. Har bitta variantlari bor. 3.5 motorligi ham bor hozir sotuvda. Inshaalloh aloqaga chiqsani, qaysi variant desani to'liq ma'lumot berib, inshaalloh chiqarib beramiz. Sizlar bilan Korea Trade Motors bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamizga shunaqa avtomobillar minish nasib qilsin.